O'tmishga jismonan qaytolmasligimiz mumkin, lekin qalban harakat qilamiz. Nima deb o'ylaysiz? Telefonga qalbda muhabbat uyg'onish uchun nechta bosqichdan o'tishimiz kerak? Birinchi bosqich. Qaraganda, uni ko'rganingizda qalbingizda qandaydir muhabbat uyg'on. Stop. Ssenariyda bunaqa joyi yo'q. Biz hincha kino olyapmizmi, obzor olyapmizmi? Ko'zga tushirmay. Uzr, men sizga gapirganingizga sizga o'rtatibman. Bo'ldi. Kim chaqirdi o'zi buni? Ikkinchi bosqich. Uni ushlab ko'rganingizda qo'lingiz orqali yana qalbingizda muhabbat uyg'onadi. Uchinchi bosqich bo'lsa, uni ishlatib ko'rganingizda undan hamma tomonidan zavq olsangiz bo'ladi. Mana shu 3 ta bosqich orqali telefonga qalbda muhabbat uyg'otsa bo'ladi. Yaxshilar, 3 kundan amri 3 xil svetini har xil qilib ishlataman. Har kuni unisini. Yonida iPhone ham olib yuraman, lekin iPhonedan ko'ra baribir shu telefonda olib ishlatgim keladi. Sal oshirib yuborish bo'lsa ham aytaman. Mana 14 Pro Max bor, 15 Pro syomka qilyapti. Lekin mana shu ikkala telefondan ham mana shu telefonda olgan emotsiyamni olganim yo'q. Bu endi bilmadim qanaqa so'z bilan taqqoslash mumkin-u. Bu shuncha yil bo'lsa ham, 10 yil bo'lsa ham o'zini avtoritetini yo'qotgan yo'q-da bu telefon. Shunday qo'lingizga olasiz, shunday bukvalni o'sha vaqtga qaytasiz. Qarang, buni turishini qarang, buni yaltillashini qarang, buni bu svet qarang, bu hozir ham trendga chiqqan svet. Agar ko'rgan bo'lsangiz, S26 Ultra ham shunaqa, faqat temniyroq svetda chiqdi. iPhone 17e bo'lsa Rose Gold chiqdi. Mana o'sha bu rang bor edi, bu 10 yil oldin bor edi bu svet. Qarang, buni turishini, gold rangini gapirmasam ham bo'laveradi. Always on display funksiyasi mana shu telefonda boshlangan endi. Always onga bo'lgan qiziqish, mana qarang buni turishini. Sizlar men magnitdaman, mana shuncha tovar oldim. Telefonda vesini o'lchashga sizlarga live hack ko'rsataman. Mana 160 gram ekan. Rost mana. 20 rubl. Bu telefon chiqqanda o'sha Samsung kompaniyasida revolyutsiyami xullas barcha utsalar xuddi shu telefonda amalga oshgan desak bo'laveradi. Bu telefon o'ta o'zgartirib yuborgan hamma narsani. Suvdan, changdan himoyalangan. Xullas, korpus shunaqangi ishlangan, bilmayman hozir o'sha payt o'sha bolalar qayerga o'tib ketdi hozir Samsung kompaniyasida bilmayman. To'g'risi, bilmadim, ular balki ishdan bo'shab ketgandir-u, lekin qarang, bu telefonni ushlaganingizda o'sha paytdagi narsani hozir ham his qilsangiz bo'ladi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, S21 dan boshlab o'sha telefonlar umuman tashqi ko'rinishi o'zgarmaydi. Yildan yilga bir xil. Faqat bir yil alyumin bo'lsa, bir yil titan, bir yil u, bir yil bu. Xullas, haligi faqat materiali o'zgaryapti xolos. Vid ko'rinishi o'zgaradi. Bu bo'lsa realniy boshqa ko'rinishga aylangan telefonlar agar S1 dan boshlab shu versiyagacha yetib keladigan bo'lsangiz, S7gacha yetib keladigan bo'lsangiz, realniy telefonda tashqi ko'rinishi ham, xullas umuman olganda butunlay telefon o'zgargan. Qarang, buni ramkalarini ingichka qilib ishlanganmi? Qarang, bu ekranda ovalniy qilib ishlanganmi? Qarang, orqa korpus ham kelgan, oldi ekran ham borgan. Shuni hisobiga ramka shunaqangi minimalniy ko'rinishga ega bo'lganki, bu bilmayman, bu burilishlarda qanday qilgan. Xullas, telefonda agar erishishi mumkin bo'lgan maksimal go'zallik bo'ladigan bo'lsa, mana shu telefon shu 100 dan 100 olgan bo'lardi. Agar men ball berishim kerak bo'lsa, albatta bu subyektiv fikr. Seriyada telefoni kelib qoldi, Realme 12 Pro Plus mana. Qarang, buni oldida ham o'zini hurmatini yo'qotgan yo'qda. Qarang, mana oldi tomonini qarang. Mana telefon chiqarib beralarmi yo'qmi bilmayman-ku. Svetni qarang mana. Qiziq joyini aytadigan bo'lsam, bu telefonlarni ko'rganimda OLXda 4 yil oldin ham 100-150 dollar atrofida edi. Hozir ham ko'rsangiz xuddi shunaqa narx turibdi. Tag'in yana sizlar Bitcoin deysizlar. Mana narx umuman o'zgarmasdan turish 4 yil davomida. Yana ajoyib tomonlardan bir tarafi mana bu
pastda yonib turadigan ikkita panel upravleniya bilan nazad knopkasi. Mana shu ham o'ziga shunaqa yarashganki, bilmayman. Bundan keyin S8 ga o'tganmiz, lekin mana shu narsani izlaganman men to'g'risi mana. Mana shu narsa yoqqanligi uchun nabarot S8 dan откат qilib qaytganmiz bu telefon. Yana bu joyda joylashgan RGB switchasi bor edi. Xabarlar kelganda ko'k yonar edi, agar zaryad to'ladigan bo'lsa yashil yonardi. Siz uzoqda turib ham telefonga qaraysiz, ujini agar xabar kelgan bo'lsa bilardingiz, zaryad to'lgan bo'lsa sezardingiz. Hozirgi vaqtlarda bu telefonda asosiy telefon sifatida ishlatish mumkin emas. Bu xuddi elektromobili bor odamni 07 ni ko'rganda bir mingim bordan ana shu mashinani ishqim qolganda o'sha mashinada degandek gapda, baribir 07 ham legenda bo'lganda xuddi S7 ham legendada. Yaxshilar, hazil mana shu ishdan chiqaman, mana to'g'rimizda 07 turibdi mana. 07 haqida gapirdik, 07 ham o'zi sheptaman. Bunaqa stranni fonda nima qilyapsan deytirgan bo'lsalaring, nashot vibratsiya. Qarang, telefonni mana shu yerga qo'yaman. Shuni bezuq qilib yo telefon keladi, butun mash shkaf qimillaydi. Shkafda sezasiz vibratsiyasini. Tasavvur qilyapsizlarmi? Vibratsiyasi qanaqa moshni. Bu telefondan asosiy telefon sifatida foydalanish qiyin, lekin ikkinchi telefon sifatida foydalanib yursangiz bo'laveradi. Batareykasi obedgacha yetadi, zaryadning bilan yurishingiz kerak doim. Men aytmoqchi bo'lgan qalbim tubida qolib ketgan asosiy gapni aytadigan bo'lsak, bu telefonda ishlatganimda xuddi o'zimni uydagidek his qilaman. O'shancha yaxshi ko'raman shu telefonni. Ofisaniyada yozganimdek, bu videoda texnik jihatdan ko'ra emotsional jihatga ko'proq urg'u berdim. O'shaning uchun shunaqa gaplar ko'payib ketdi. To'g'risi uzr so'rayman. Ko'rgan bo'lsalaring 44 ta podpischik bo'libdi. Men juda ham xursand bo'ldim bu narsadan. To'g'risi bunaqa natijani kutmagandim. YouTube'ga video qo'yishni boshlaganimdan keyin 5000 tadan ko'proq prosmotr, rahmat sizlarga. Endi nima demoqchiman? Agar sizlarga ozgina bo'lsa ham videolar yoqqan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham agar qalbingizda bir qandaydir bir ozgina bir xursandchilik, men endi bilmadim, qandaydir bir hislar o'tgan bo'lsa, komment yozib keting, iloji bo'lsa like bosib keting. To'g'risi o'ta xijolat ham bo'lyapman bunday narsa so'ragani. Xullas, nima deydi, video olib chiqishga, nimaga menga motiv bo'ladi. Oldindan rahmat sizlarga. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz yana ham. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.